Abduqodir Jiloniy degan odam bo'lgan, bilamiz, Qodiriy tariqatining mashhur allomasi. Shu kishi juda endi hashamatli bo'lgan, shogirdlar atrofida yurgan minglab odamlar. Yo'lda ketyapsa, bir odam yerda yotibdi. Bo'lmish ekanda, endi ichib olgan g'irtga. To'xtab ahvolini ko'rib, nima qilib yotibsan desa, Abduqodir Jiloniyga qarab, Alloh taolo qodirmi deb so'ragan ekan. Deganda qodir deb Abduqodir dedi. Yana ikkinchisida Alloh qodirmi debdi. Qodir debdi. Uchinchisida yana Alloh taolo qodirmi desa, qodir deb yig'lagan. Keyin shogirdlari so'ragan. Buni boringlar, yuvintiringlar, kiyim kiygizinglar deganda, nimaga bunaqa deysiz? Qanaqa hol gap o'tdi deganda, yotgan odam Abduqodirdan so'ragan ekan Jiloniy. Meni shu ahvolga solgan odam bu ahvoldan qutqarishiga qodirmi yo'qmi? Menga past nazar bilan qarayapsiz-ku, ha? Lekin meni shu ahvoldan qutqarishga Alloh qodirmi yo'qmi? Deganda qodir degan. Endi meni shu ahvoldan qutqarib, sizni maqomingizga chiqarishga qodirmi yo'qmi? Ikkinchi savol. Deganda qodir degan. Uchinchisida sizni meni ahvolimga tushirib qo'yishga Alloh qodirmi yo'q? Deganda 3 marta qodir deb yig'lagan.